Salom do'stlar, yangi videoga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Shimoliy Tailand Chiang Raidan qo'shni bo'lgan davlatga, ya'ni Laosga kruiz orqali sayohat qilamiz. Umuman olganda 2 kun vaqt ketadi. Bugun esa birinchi kunni ko'ramiz, qolgan ikkinchi kunni esa keyingi hafta videoda kutib qoling. Aytgancha ko'rishdan oldin o'tgan haftadagi super mini konkursimizni suvenirchalarimiz g'olibini e'lon qilmoqchiman. Bular random orqali Green Omar, har davlatning o'ziga yarasha qiziq joylari ko'p. Ikkinchisi esa menga yoqqan kommentariya Rustikon mutaxassis bo'lib qaytdingizmi? Любая biznes qarasha. Hurmatli Green Omar va Rustikon, video ostida mani kontaktlarim mavjud. Manzillaringizni yuboringlar. Yaqin kunlarda sovg'alaringizni yuboraman. Ana endi esa marhamat qilib videoni tomosha qiling. Albatta oxirigacha tomosha qiling, chunki oxirida shu agar sayohat sizga yoqqan bo'lsa, bir ikkita maslahatli joylari ham bor. Marhamat. Hammaga salom. 2 kunda birinchi kun chiqib Chiang Raidan kechqurun Phak Bangda qolib, ertasi kuni Luang Prabangga, ya'ni ertaga Luang Prabangga yetib olmoqchiman. Va hozir mana 5:46 da birinchi avtobus jo'naydi. O'sha avtobusda borib chegarani kesib o'tmoqchiman. Bugun iloji bo'lsa Laoga kirib Phak Bangda qolmoqchiman. Nasib bo'lsa, ko'ramiz. Rovna 6da jo'nadik va hamma turist, avtobus deyarli to'liq. Rovna 6da jo'nagandik, 8:24 da. Mana bu yoqda avtobusimiz, mana bu yer esa pasport kontrol, Tailand territoriyasida chiqib ketamiz. Hozir mana bu yoqdan pasportga pechat urdik. Korejda mana Chiang Rai Borkayu degan Thai Lao International bus 20 baht bo'lishi kerak. Mana shunaqa avtobus. Ровно 5 daqiqada mana Lao chegarasiga keldik. Qarashim mana qaranglar, avtobus bu yerga keladi. Buni olib kelasizlar. Va mana bu anketalarni ikkita qog'ozni to'ldirib o'chiradiga turasizlar. Pasportingizni topshirgandan keyin ikkinchisidan pasportingizni olasizlar. Hozir 5 minut shu ikkinchi akochkada o'tiribman, qarab o'tiribdi mujik. Nima qilib o'tiribdi desam, akazisi O'zbekiston qayerdaligini ko'rib o'tiribdim. Shuni qaradim, 186-nomer. Men aytdim 186. Thank you deb ana qildi. Hozir endi pulni to'lab keyingi joyga boramiz. Mana bu yoqdan ko'rishib pulni to'ladik, chiqdik. Bu yoqda birinchi kelganimiz uchun mana bu 800 baht. Qolgan batlarni ishlatyapman hammasini, bo'lmasa o'zlarining puli kip. 800 baht kruiz va 80 baht mana bu taksicha uchun portgacha. Hozir soat 9:25. 9:50 bizlar mana bu yoqqa keldik. Jo'nash joyi oldiga. Bu yoqda mana piva, meva, hamma narsani olishingiz mumkin. Maslahatim mana shu yoqda olganingiz yaxshi, chunki qayiqning ichida 2 barobar, 3 barobar qimmat bo'ladi. Короче, surpriz boshlandi. Bizlarga chiqqanda, chegaradan o'tayotganda, u zo'r servis ekan dedi. Men bunaqa bo'ynimizga toqishdi. 80 baht bilan onasini yemsan. Bu yerga kelsak, 200 ming kip. Bu 22,5, bizlar 26 mi shunday. Uni $4 qimmatroq olibmiz. Ha, mayli cho'rsnim, lekin hech kim yo'q. Bizlarga aytuvdiki, hozir sizlar portga kelasizlar va mana bu yoqda agentimiz o'zi kutib olib, sizlar birinchisizlar va birinchi bo'lib yaxshi joylarni o'zlaringiz tanlab olishlaringiz mumkin. No nifiga, hozircha hech kim yo'q. Hozir endi pastga buni tushyapmiz. Shu birorta agent bormi deb. Soat 10:05, yana 1,5 soatdan keyin jo'nash kerak. Mana bu bizlarni arzongina kruizniy laynerimiz. You don't even have a boat number actually. Or a seat number. Korejcha qotib yotibmiz. Hech bola yo'q. Baxti hammasi bor. Kuni hozir 1 soatdan beri turibmiz. 1 soatdan beri giroy dunyo tam. Korejcha yoqda yozdikda lista. Ism, familiya, pasport, nomer, palovatlar, bu podpislarimizni qo'yib keyin aytdimki, bu yerga keldik. Hamma shunday qilib, men aytdim, bu 2000-yildan beri jertvalarning ro'yxati bo'lgandir. Korejcha вообще прикол. Korejcha keldi oxiri, onasini yemsin. There is a no name 132. 132. And I thought that I bought a bad ticket. Короче, 132 joy bilan. Oh, really? Kipes, короче. Menimcha qayiqni ko'tida bo'lsa kerak. Motorni
kayuta va tualetni oldi. Bilmadim. Hozir borib ko'ramiz. Bizlar eng birinchi bo'lib kelgandik 132, lekin joylar esa 110 da tugaydi. Lotereyada qayerga tushishlaringiz maslahatim. Kelganda mana bunaqa bizlar olganda joydan olmanglar biletni. Kelib, men portni o'zidan olgan eng yaxshi. Zato barga yaqin. Barni stoyka, kayfusha, ay mamajon. Bu manzara dahshat. Menimcha eng ekzotik tualet bo'lsa kerak bu sayohatdagi, chunki mana buni tualet Mekong daryosi zavqlanib, kayf qilib, hech qayerda bunaqa tualet topolmaysizlar. Kemachamiz qo'zg'aldi, orqadagi ovoz lekin In English. In English. In English. Daryo toshqin suvlar to'lqin. I want to break free. I want to break. Soat 6 bo'ldi, o'zi 5:30 da keldik. To bagaj chiqqancha bu menikida kichkinagina bagajcha bo'lsa, bagajga topshirmaganingiz yaxshi. Ha, bu yerda otellar, hostellar o'zini xizmatini ko'rsatib o'tiribdi. Mana bittasi bu yerda Hive Bar. Chilimim bor ekan, free banana whisky. Albatta tatib ko'rish kerak. Короче, mana xona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 talik xona. И samets faqat man. Tamam. Xuddi haromdaday. Kayf. Mana qizlar davrasida. Yes. Mana $5 evazi. Lekin bitta narsa sheriklarimda, Raj degan og'aynimda 2 kishilik xona $6 dan. Bu degani 2 kishiga $12. Bu ham вообще super. S видом на реку, daryoga qarab turadigan joy. Bizda ham mana shunday qarasangiz bu yerda daryo ko'rinadi. Вообще hozir ko'rsataman sizlarga. $5 ga mana shunaqa kayf. Mana vinovodishniy Jing degani bu. Jingalak. Luganyak, Jack Daniels Old. Jack Club degani bu. Вообще. Bu yerda fantaziya gap yo'q. Yeah, good leh. 200,000 kip. Yeah, Liko here, no problem. Mana bu короче ride center. Nima xohlasangiz bor, tushunishimcha. No, I on the beginning I want to ask the real
Lao food. Not real Thai food. Yeah. No Thai food. No tom yum. Okay, sir. Excuse me, Lao Thai is same food, sir. Ah, Little yeah. bit different, sir. Yeah, little bit. Do'stlar bilan o'tiribmiz, mana tovuq, guruch, yana bir balo, pivo bilan lekin hamma narsasi zo'r ketyapti. Recommendo kelsalaring Hasan Indian restaurant, Pak Bang. Pak Bangni legendarniy bariga, ya'ni Hive bariga keldik, bir ko'ramiz nimalar bor ekan. Yeah, boshida короче free banana biscuitdan boshlaymiz. Start this. Oops. Oh. You can lick. Yeah, my mom they can make as well. Ona jonasi taxlagan whisky ekan. Just a shot. Kampai. Zo'r. And now you have to pay for it. No, I'm kidding. Ikkita ishlik bepul ekan. Oh, I told you to bring your blanket here. Ketdik otelga endi. Yeah, professional. Really? Okay. Yeah. You are a hero? Winner in Central Asia. 1991. It's 9:04 right now. That's Lorito. Bu mojito emas, laojito. This is green onion. Lemon. Ah, okay. Without leaves. Wow. Birinchi marta tanishim. I think Zo'r. Yes, we need more water. Too much of lemongrass. Pak Bang. Now only one. Pak Bang Sunrise. Why is it burning? I don't know. Opium. Opium is burning. Yeah. Pak Bang Sunrise. It's a juice. It's too sweet. Sorry. Mix it please. Stick your rice, your homemade roux. Make it stronger. One shot. Hozir birinchi partiya yutdik, qarasha oxiri Jo'ram bilan birga o'ynashga qaror qildik. Ugelga qaranglar. Pikassoda nima shogirdlari taxlagan bo'lsa kerak bu triangollikni. Xullas do'stlar, mana shunaqa gaplar. Bugun kruizimizning birinchi kuni yakunlandi. Ya'ni Tailandning Chiang Raidan chiqib, Laosning Pak Bang degan shahrida bir kecha tunab qoldim. Keyingi videoda esa Pak Bangdan Laosning qadimiy bo'lgan poytaxti Luang Prabangga jo'naymiz. Juda ham qiziq bo'ladi. Endi xarajatlarning hisobini aytsak. Tailand shahri Chiang Raidan Laos chegarasigacha 100 baht, ya'ni $3.30. Tailand chegarasidan Laos chegarasidagi oraliqdagi neytralga avtobus esa 20 baht, ya'ni 65 sent. Laos chegarasidan to portgacha bo'lgan tuk-tuk narxi $2.60. 2 kunlik kruiz qayiq narxi esa $26. Buni $22 ham olishingiz mumkin. Maslahatim shu, portni o'ziga borib sohildan sotib olganingiz anchagina yaxshi. Birinchidan arzonroq, ikkinchidan hasablar tejaladi. Va Pak Bang shaharchasidagi bir kechalik otel narxi $5. Va viza O'zbekiston fuqarolari uchun 1 oygacha $30. Xohlasangiz aeroportda ham shu pulni to'laysiz yoki manday kruizda borsangiz ham shu pulni to'laysiz. Mana bu men foydalangan kruiz bu eng arzon backpackerlar kruiz
kruizi. Albatta Shikardos kruizi ham bor, lekin narxi 100-150 dollar. Shvedskiy stol, shampan, pivo hammasi xohlaganingizcha yeb iching. 100-150 dollar bu men uchun juda ham qimmatli qildi. Agar komfortni istaydigan bo'lsalaringiz, marhamat, internetdan Shampoo Cruise yoki Smile Cruise'ni ham topib olishingiz mumkin. Va eng oxirgi maslahatim, ko'pchilik backpackerlar mana shu cruise uchun Laosga o'tib, o'sha cruise boshlanadigan shaharcha bir kecha yotib qolishadi. Maslahatim, unday qilmanglar. Menga o'xshab tong sahar chiqinglar, bir kunda Pakbanga yetib olinglar. Chunki bir kuningiz behudaga o'tib ketadi. Qilishga ish yo'q, ko'rishga hech vaqt yo'q. Pakbang esa bir kun tunab qolish uchun eng yaxshi variant. Ba'zilar 2-3 kun qolib ketishadi. Agar sizni vaqtingiz bemalol bo'lsa, marhamat. Lekin u yerda ham ko'rishga, qilishga hech vaqt yo'q, faqatgina bitta fillar parki bor xolos. Xullas, mana shunaqa maslahatlar. Albatta like, podpiskani unutmaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, ciao.